Bugungi videomizda Stickman partiyani soat 3 da o'ynab ko'ramiz, ya'ni va'da qilingan videomiz. Nimalari bo'ldi? Sizga qiziqmi? Albatta videoni o'tkazmasdan ko'ring. Voy, nima bu? Rostmidi? Hop, birinchi o'rinda biz akkaunt to'g'risida yangi akkaunt kirib o'zim naqd qo'ydim. Yangi o'yinlar qo'shilgan ekan. Bilmayman oxirgi marta qachon o'ynagandim bu o'yinni. Siz kommentariyada yozib qoldiring. Oxirgi marta qachon o'ynagandim? 5 ta qilib ko'raylik va random qilib ko'ramiz. Ko'ramiz qanday hodisa bo'lishi mumkin. Birinchi o'yinda hech qanday hodisa payqamadim va ikkinchi o'yinga o'tamiz. O'zingiz ham ko'rib turibsiz, bu o'yinda ham hech narsa sodir bo'lmadi, ya'ni mana bironta notabiiy narsalar uchramayapti, lekin soat 3 bir nima chiqishi kerak-ku. Va o'sha narsa mana bu o'yinda uchradi. Ko'ramiz. O'sha o'yinni ko'rishdan oldin ozgina vaqtinglarni olaman, chunki men 97% insonlar obuna bosmasdan ko'rishmoqda. Bu juda ham katta foiz. Mana 3% gina odamlar obuna bilan ko'rishyapti. Iltimos obuna bo'ling. Sizni obunangiz orqali biz boyib ketmaymiz. Prosta bitta tugma biz uchun motivatsiya bo'ladi. Bilasiz, bu yo'nalishda, o'yinlar tarixi yo'nalishida bunday kontentlar juda ham kam. Shuning uchun obuna bo'lib, videoga like bosing. Biz esa davom etamiz. Ana endi esa vaziyatga qaytamiz. Bilasizlar, tungi soat 3 da o'ynayapman bu o'yinda va bu narsa bilmadim, kunduz ham bo'ladimi yoki yo'qmi? Lekin mana hozir soat 3:10 atrofida mana bu burchakda qizil narsa nima bo'lishi mumkin do'stlar? Yoki nimaga ishora bu? Hech kim yo'q, lekin qizil fonarik qimillayapti. Lekin qop-qora. Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Meni fikrim bu bo'yicha yo'q. Shun bilan mana Stickman partiyani ham soat 3 da o'ynab ko'rdim. Ko'rdingiz. O'sha qizil fonarik haqidagi mavzu, narsa nimaga ishora qilingan, to'g'risi bilmadim. Izohlarda yozib qoldiring. Bu narsa kunduzi ham bo'ladimi yoki faqat menda tushadimi? Izohlarda kutib qolaman bu albatta kommentariyangizni. Stickman partiyani soat 3 da o'ynab ko'rdim va va'da bajardik. O'yinlar tarixi kanaliga obuna bo'ling. Sizlar bilan o'yinlar tarixi. Rahmat.